Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Adhamjonov Humoyun. Toshkent shahridagi Xalqaro Amiti universiteti kompyuter muhandisligi fakultetida 2-kurs talabasiman. Maktab paylari o'qib yurganimda menga bir o'rtog'im Amiti universitetini taklif qilgan edi va men ijtimoiy tarmoqlardan bu universitet haqida qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lganman va Amiti universiteti menga yoqqani uchun shu universitetga kirganman. Men 2023-yili ushbu universitetga qabul qilinganimda ahil, qo'llab-quvvatlashga tayyor inoq do'stlarni orttirganman hamda yuqori tajribaga ega professorlar bilan tanishganman. Bundan tashqari, xuddi shu yili davlat tomonidan berilgan grant imtihonlarida yuqori natijalarni qo'lga kiritib, 5 yillik o'quv yilimni qoplab beradigan grantni yutib olganman. Universitetning yana bir yaxshi jihatlaridan biri, har yili Amiti universiteti o'z talabalarini chet el ülkelariga o'qishga olib ketadi. Masalan, Dubay, Singapur, London, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari va shunga o'xshash yirik filiallariga o'qishga olib ketadi. Men ham shu dastur asosida 2024-yil 10 ta talaba guruhdan iborat bo'lib, Amiti universitetining Dubay filialiga o'qishga bordik. 2 haftalik o'qish menda juda katta taassurotlarni qoldirdi. Rostini aytsam, kampusning kattaligi bizni hayratda qoldirdi. Bundan tashqari yana bir nechta jihatlarni aytib o'tishim kerak. Birinchisi bu u yerdagi professorlarning juda ham xushchaqchaq bo'lishi va ulardan juda ko'p kerakli ma'lumotlarni oldik. Ikkinchisi esa kutubxonaning juda ham kengligi, kattaligi, u yerda har xil davlatlardan kelgan kitoblar soni ko'pligi meni hayratda qoldirdi. Uchinchisi, u yerda har xil millatlardan kelgan talabalar soni ko'pligi bizni hayratda qoldirdi. U yerda o'qib yurgan paytimizda qiziqarli bir eventga duch keldik. U yerda har xil millatdan kelgan talabalar o'zlarining har xil urf-odatlari, taomlari va shunga o'xshash narsalar bilan stollarga bezaklar yasatib, kiyimlar qo'yib, ovqatlarni qo'yib bizni hayratda qoldirishdi va biz u yerdagi talabalar ham juda yaxshi muomalada bo'lib, ular bilan yaxshi tanishib oldik. Yana bir hayratlanarli joylardan biri bu ularning laboratoriyalari. Ularda juda ham har xil yo'nalishdagi ko'p laboratoriyalar bor. Masalan, injineriya, tikuvchilik, oshpazlik, kino va shunga o'xshash qiziqarli yo'nalishdagi laboratoriyalar bor. Ular juda ham katta bo'lib, ularda har xil juda ham ko'p kerakli asboblar, uskunalar, kerakli narsalar juda ham ko'p. Injineriya laboratoriyasini oladigan bo'lsak, mashinalarni qismlarga bo'lib, ularning zapchaslari yoki deylik samolyotning dvigatellari va shunga o'xshash qiziqarli asbob uskunalar juda ham ko'p. Ushbu 2 haftalik o'qish menga nimalarni berdi? Birinchisi, u yerda har xil millatlardan kelgan talabalar bilan muloqotlashib, men o'z dunyo qarashimni kengaytirdim. Ikkinchisi, u yerdagi har xil millatlarning urf-odatlari va kiyinishlari, ularning milliy taomlari meni hayratda qoldirdi. Uchinchisi esa u yerdagi tajriba xonalarining har xil uskunalarga boyligi va u yerdagi talabalarning muvaffaqiyatlari menga yoqdi. Agar siz ham shunday imkoniyatlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Amiti universiteti talabasi bo'ling.